Bugün 2023 yılı 12. ayının 25. günü. Bugün bir tema hakkında oylanıp kaldım. Hayatımın ahirida nima hakkında pushaymon qilishim, asrat chekishim mumkin. Yani eğer hayatımın qachon oxirlashishini bilmayman, ammo ma'lum bir vaqtim bor deb qarab qolsam yoki qiyirg'angacha yashayman deb qarab qolsam, shu qiyirg'an vaqtida nimadan afsunlama, asrat chekima deb o'ylanib qoldim. Tadqiqotlar asoslangan nurg'un kishilar hayatın texmo huzurlanmaganligi yoki oilasi bilan texmo ko'p vaqt o'tkazmaganligi yoki ma'lum bir kasbda voyaga yetmaganligi yoki texmo ko'p dunyoni aylanmaganligi yoki texmo ko'p kitob o'qimaganligi uchun pushaymon qilgan g'oyat tizimliklarni tizibdi. Men o'zimning nuqtasini o'ylanib bugun turib shuni o'ylab qoldim. Agar men yana hozir 60 yoshga kirdim deb qolsam